aka, Chilonzorga. Shoshib turdim. Olib borib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi, o'tiring. Mana aka. Aka, rahmat. Mushkulimni oson qildingiz. Yo'q aka. Men ham mashinam buzilib ko'chada qolib ketganimda ko'p insonlar yordam qilgan. Yaxshilik pul bilan o'lchanmaydi. Xo'jayin, sizdan bir iltimosim bor edi. Buva juda pulga muhtoj bo'lib qiynalib qoldik. Oyligimni oldindan bera olasizmi? Mayli. Kech bo'versin, bir gap qilamiz, xudo xohlasa. Sen, yoqqa qarab ol. Azim ukam, o'sha ayolga berib qo'y. Opa, buni sizga berib yuborishdi. O'sha insonni haqiga duo qilib qo'yarkansiz. Assalomu alaykum adasi. Xormay, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Buni qarang. Ishxonada bitta inson ismini ham aytmasdan ehson puli berib ketdi. Tug'iladigan farzandimiz rizqi nasibali keladigan bo'ldi. Mushkulimni oson qildingiz. Yaxshilik pul bilan o'lchanmaydi.